Shohruxbek soch o'sib ketibdi, nima qilamiz buni? To'g'risi aka, umuman bilmayapman nima qilish sochimni. Shu skoro to'yim bo'lishi kerak. Yo'q, tabriklayman. Rahmat. Shu maslahat so'rash kelgandim oldingizga. Bo'ldi. Shu stilimiz mana shunaqa. Kudryavый, уличный такой бардак. Ko'chasi. Ko'chasi. To'g'risi yangilik qilmoqchiman, boshqacha sal. Oldin klassika qilib ko'rganmisiz? Bir marta qilganman aka, umuman yoqmagan o'zimga. Uzunroq holatda qoldirganmiz deyman-da, valnistiyroq bo'lganmi? Shunaqa bo'lib qolgan, o'zim qilganman. O'shancha yoqmagan. Yo'q, to'yda unaqa bo'lmaydi. O'zingizga inshaalloh yarashadigan zo'r qilib cho'tki qilib beraman. Nu faqat kaltaroq qilamiz, rozi bo'lsangiz. Mayli. Ozgina kaltaroq bo'ladi. Mana jingallikligi yo'qolishidan xudo xolasa xavotir olmang. O'zingizga yarashadigan qilib yuz tuzilishingizga mos qilamiz. Yuzingiz ham o'zi ko'p narsa yarashadi sizga. To'rburchak yuz. Xullas, Ne'matda gapirgandan ko'ra bitta ko'rsataman. O'zgarishga tayyor bo'lsangiz boshlayman. Tayyorman. Qalay bo'ldi soch? Wow, ishi gap yo'q aka. Yoqdimi o'zingizga? Juda yoqdi. Klassikaga bo'lgan fikringiz o'zgardimi? Juda ham. Birinchi marta o'zim buni ko'ryapman to'g'risi. To'yingizda nima qilamiz? Shuni qilamizmi? Yoqdimi o'zingizga? Albatta. Bo'ldi, mana shu obrazda xudo xolasa to'yingizda ham qilib beraman. O'zingizga yoqqanidan xursandman. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.